Eldor zarba. Amir Temur shu yerda, stadionda. Mana o'zbeklarimiz. Mana bularni ko'ryapsizlarmi? Bo'ylari. Agar meni bo'yim 1 metr 92 sm bo'lsa, bularning bo'yi qancha ekan, ha? Demaysiz, Timur askarlari. Juda ham yaxshi. Sizning bo'yingiz qancha? 2 metr? Qoyil. Mundialda eng mashhur insonlarga aylangan O'zbekistonning tarixini yanada keng dunyoga tanitish maqsadida O'zbekistonda o'g'lonlari, O'zbekiston polvonlari, Amir Temurning avlodlari. Muhtaram Prezidentimiz aytganidek, har xil vaziyatda biz birligimizni ko'rsatishimiz kerak va birligimiz bilan kuchliyiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonining rag'batlantirish to'g'risidagi buyrug'i. Bugun Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov ushbu alp o'g'lonlarimizni xalqaro maydondagi faolligi hamda O'zbekistonning ijobiy imijini mustahkamlashga qo'shgan hissasini alohida e'tirof etib, ularga minnatdorlik bildirdi. O'zbekistonda o'yinlarni ko'rib, kerak bo'lsa bayroqlarimizni ko'rib, madhiyalarimizni eshitib, ular hammasi O'zbekistonni bilib oldi, tan berishdi. nafaqat futbol bo'yicha terma jamoamizni qo'llab-quvvatladik, balki O'zbekistonning boy madaniy merosini, tarixi, urf-odatlari haqida dunyoga tanishtirishga harakat qildik. Yurtboshimiz va qo'mondonimiz sa'y-harakatlari bilan chet tili o'rganishiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli bizni ushbu muxlislar bilan muloqotga kirishimiz juda ham oson bo'ldi. What is your name? My name is Valijon. I am from Uzbekistan. Temuriylar ketmoqda. Ushbu jahon chempionati yana bitta narsani bizga ko'rsatdiki, vatanimiz barchada yagona maqsad sari birlashdi. Qolaversa, shu xorijda, Meksikada va Amerikadagi vatandoshlarimiz birgalikda terma jamoamizni qo'llab-quvvatladi. Bu albatta kelajakda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'z o'rnini tutadi degan umiddamiz. Futbolchilarimiz bilan jahon chempionatiga borganimdan juda ham faxrlanaman. Bizga shunday sharoit yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat. Olga Uzbekistan, you know? Okay, 1, 2,